Hürmetli kuzatuvchilar, Bag'ot avtosavdo kanalına abunə olun. Əziz yurttaşlar, 15 aprel 2026 yıl Patio bo'ldi savdomuz. 2017 yıl ishlab chiqarilgan avtomobilimizda 50 kalaga Sarıbiga satdik. Farhod agamizga 189 milyon so'm pul berdik. Rahmet. Varlığına şükür seni. Hemen şunu yaxşı gün nasip etsin valla. Hemen gelip asıl şöyle. Siz zor mu? Yok zor gel yok valla. Rahmet Boylara seni. yaxshi kunlar emini. Oldu tamam valla değilsin. Rahmet varlığına şükür. Yaşıldı. Kuzatamiz satgan avtomobilimiz. Əziz yurttaşlar, 2017'de Captiva Rodno'ydı. Yatanamba maşinimizni 189 milyon so'ma sattık. 50 kala gitdi. Hurmatli obunachilar, kelaverasizlar. Kelsangiz shunga zo'r chiroyli sanada mashinalarimiz ko'p. Aziz yurtdoshlar, sizlardan ham shunday sotib oladigan mashinalar bo'lsa, bemalol kelaverasizlar. Kelishsak, naqdlarimiz siz bilan kelishmasak, sotib beramiz. Kutamiz. Bag'ot avtosavdoning Komfort bozorida. Bu Malibu ham sotildi, xudo xolosa. 2014 edi. Mexanika 30 ming yurib turgan Malibuni 164 milyon verdik. 164 milyon verdik, hurmatli obunachilar. Rahmat kuzatib o'tirganlar uchun.